Yo, hammaga salom. Mening ismim Mr. Dayber. Mening birinchi yozma video ro'yxatim. Ya'ni rasmlarimga ovoz beraman. Hozir buguncha. Keyingi haftadan ma'lumotli ovozlarni ishlab chiqarish boshlayman. Mana. Birinchisi Fushiguro Megumi. 9 dastali qilich. Alohiy general. Mahoraga. Xo'sh, keyingi personajimiz ya'ni Gojo Satoru. Hududni kengaytirish. Cheksiz bo'shliq. Ikkita rangning uyg'unligi. Qizil va ko'k. Binafsha. Xo'sh, undan keyingi personajimiz Tokyo Ghoul. Ya'ni uning gaplari hayot faqat omon qolishdan iborat. Hech narsa go'zal emas. Tushunyapsanmi? Hech nima. U hayotda eng qiynalgan personaj ham bo'ladi. Va keyingisi Itadori Yuji. Qanday maxluqsan o'zi, Mahito. Va buning ba'zi gaplari juda ham mashhur. Men senman, Mahito va hokazolar. Keyingi personajimiz og'riqni his qiling. Og'riqni qabul qiling. Og'riqni his qilmaganlar hayot nima ekanligini tushunmaydilar. Va oxirgi personajimiz Yuji.